Do'stlar, biz mana Forish tumani hududidan o'tgan Aydarko'l qismidamiz va Aydarko'l haqida sizga ozroq ma'lumot berishni xohladim. Chunki ko'pchilik bu haqda ma'lumotga ega emas. Ko'l tarixi o'sha yaratilishi bundan 55 yil oldinga borib taqaladi va sal oldinroq 56 yil. Bilamizki, Qozog'iston hududidan o'tgan Chordara suv ombori bor va bu suv omborining yaratilishi 63-yildan 64-yillardan boshlab hisoblanadi va qisqa 4-5 yil ichida Sirdaryo suvlaridan kelayotgan Sirdaryo suvlarini o'sha yerda to'plashgan. 5 yil ichida suv to'plangan va damba to'ladi suv ombori. Va 1969-yilda buni yosh kattalar yaxshi eslashadi. Juda ham qattiq bizning mintaqada juda ham qattiq sovuq qish kelgan va qishda 1 metrga yaqin qor yog'gan ko'p joylarda. Ba'zi joylarda bundan ham ko'p tabiiyki. Va yana qiziq tarafi, sovuq ham ancha vaqt saqlanib qolgan. Sovuq ko'p saqlangani hisobiga qor erimay qolgan. Yog'gan qorlar mart oyidan boshlab havo isishi natijasida qor eriy boshlagan. Bir paytda yomg'ir va qorlar Sirdaryoni to'ldirgan o'zanni tabiiyki va Chordara suv ombori ham to'lgan bo'lgan va Sirdaryo o'zani va Chordara suvni bunchalik katta bosimdagi suvni ushlab qola olmasligi sababli O'zbekiston va Qozog'iston SSR rahbarlari kelishishgan va birgalikda Chordaradagi Sirdaryodagi suvlarni Aydar botig'iga yo'naltirishgan. Ya'ni bu nima degani? 1969-yilga qadar aynan bu taraflarda, bu joylarda umuman suv bo'lmagan, shunchaki botqoqlik bo'lgan yoki botiq bo'lgan, chuqurlik. Va bu yerda cho'ponlarimiz qo'ylarni boqishgan. Buni yosh kattalar eslashadi albatta, bizga qorong'u. Lekin haqiqat shundan iborat. Va shu natijasida Aydarko'l paydo bo'lgan. Hozirgi kunda hudud sal kichiragan, ammo manbalarda o'sha maydoni 3000 kvadrat kilometr deb belgilanadi. Sun'iy yaratilgan ko'limizni yildan yilga oxirgi 10 yilda kamayish holatlari kuzatilayotgani bilan baholashimiz mumkin. Mana masalan, mana shu joylarda ham bir paytlar men turgan joylarda suv bo'lgan va bu chekinyapti. Shu uchun suvni borida qadrlashimiz kerak. Suvni asrashimiz kerak va suv bor paytda mana shu joylarga kelib sayohat qilishimiz kerak.